O'zbekiston ko'p millatli davlat. Mamlakatda 130 ta ortiq millat va ellat vakillari yaşamoqda. Bugungi kunda yurtimizda 16 ta diniy konfessiya, 150 ta ortiq milliy madaniy markazlar va 40 taga yaqin do'stlik jamiyatini faoliyatini olib bormoqda. Shu minbardan aytishim mumkinki, bizda bag'rikenglik bu shunchaki balandparvoz gap emas, balki hayotimiz tarzidir. Misol, O'zbekistonda istiqomat qiluvchi koreys diasporasi soni 180 mingdan ortiq. Kam sonli bo'lishiga qaramay, o'z madaniyatimiz va urf-odatimizni erkin saqlash va rivojlanishi uchun katta imkoniyat berilmoqda. Bugun O'zbekiston televideniyasi orqali Chinson nomli koreys ko'rsatuvi efirga uzalmoqda. Shuningdek, markazimizda tomonidan Koreys O'zbekistoni gazeta muntazam chiqarilmoqda. Bizning markazimizda boshqa millat vakillari va yoshlar koreyslar tili, urf-odatlarini o'rganmoqda. Biz faxrlanib ayta olamizki, O'zbekiston bu millatlar va dinlar bag'rikenglik asoslagan tinch va totuv hayot kechirgan yurtdir. Deputatlar so'zni oxirida o'zini tilida tabrik va so'zni gapirdi. Endi men uchun o'zbek tili ona tili bo'lib ketdi. Uchun rahmat.